Bugun men sizlar bilan qamoqdan qochish o'yinini o'ynaymiz. Biza shunaqa o'yin. Mana ko'rib oldik. Bismillah deb. Endi bu yoqqa qaranglar. Birinchi biza bu yoqqa kelamizda, bunday qilib ketamiz. Buni olib chiqadi, bitta uramiz. Ochiladi. Keyin yana bunaqa chiqadi, ochamiz, urib. Keyin mana hozir men umuman o'ynamaganman, shunga tomoshabinlarga o'ynalishimni ko'rsatay deb iloji boricha o'ynab ko'rsataman sizlarga. Lekin umuman o'ynab ko'rmaganman bu o'yinda. Sizlarga ko'rsatyapman faqat. Ana aytdim-ku, umuman o'ynamaganman. Ko'p o'lib qolaman. Nima ko'p o'lib qoladi desanglar, umuman o'ynamaganman, faqat aytyapman. Nima hozir buni? Mana buni olamizda. Bunday qilib. Listadan qochish kerak. Xullas, qanoti bosasizlar. Keyin listadan qochamiz hozir. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar. Shu payt bunday qilib aylantirib qochishlaring kerakda. Bu yoqqa kelish kerakda. Bu yoqda shunday qilib chiqib ketish kerak. Bildinglarmi? O'ynamagan bo'lsam ham ancha zo'r o'ynab qo'ygan ekanman. Bu yoqdan sizlar asta yurasizlar, men qo'rqyapman. Agar tushib ketsam yomon bo'ladi. Bilasizlar yomon bo'lishini. Mana ikkita odamga qarang qani. Nima ulan quvolaman? Ay. Nima bunday qilding? Endi meni quvolaydi. Xudoga shukr. Yana ikkita yomon odam kelyapti. Ulardan qochish kerak. Ular hozir ana shu paytda uradi. Asablaring buzadi ular. Shunaqa. Bu ochish qiyin bo'lyapti. Ochamiz. Sizlar uchun ochaman. Buni qaranglar. Zo'r narsa ekan-a? Bunaqalari bor bo'ladi.
Menga kirsanglar bunday narsalar chiqadi. Nima kerak? Manda lekin yomon zo'rda borlar. Lekin manda pul yo'q, shunga olib ko'rsatolmayman. Pulim bo'lganda olib ko'rsataydim. Ko'ryapsizlar, qiyin bo'lyapti. Bo'ynidan beri urayapman. Mana bunda uringlar desanglar, mana bunda ham urib ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizlar, urish juda qiyin. Mana ishonmasanglar bunga qo'ysanglar ham qiyin. Ko'ryapsizlarmi? Ochiq qiyin joyi ana shu yoqda. Qanday ahvosman? O'sha ahvosda keyin ishlaylik aytgancha. Hozir listacha qanaqa ketyapsin-da. Bosamiz bolalar. Bosamiz deb niyat qilib turinglar, bosoladi deb turaysizlar. Bosamiz, Xudo xohlasa. Qochdik. Shuncha yo'lga keluvdik, shuncha yo'lda tushdik. Ana, qila olamiz, ko'rdinglar? Qilishimga ishonuvdim. Valla ko'rdinglarmi? Endi ochilib qolgan. Aytdim-ku sizlarga. O'sha bosinglar, bo'lmasa ochilmaydi. Ko'rdinglarmi? Endi o'shqamayapti. O'shanday qilib olishimiz kerak edi. Lekin endi o'shqamay qoldi. Hozir yana bitta yomon odam kelyapti. Hozir qanaqdan ketdi? Ungacha biz bora olamizmi? Valla. Bugun uyda bir o'zim yuribman, video chiqdi. Bu videomizga like, obuna, podpischika bosib qo'yasizlar bolalar. Valla endi bu yoqdan biz lapatgan olamizda. Bu yoqda qozamiz. Mana yerda edamiz hozir biza bolalar. Lapatgamiz yo'qolib qoladi. Nima lapatgamingiz yo'qolib qoldi desanglar, shuni ham aytib qo'ydim birdaniga. Shu ko'prik eng qiyinida bolalar. Lekin men sizlar uchun o'ynamagan bo'lsam ham oxirigacha borishga harakat qilaman. Sizlar uchun qilyapman. Like, obuna, podpiska bosib qo'yasizlar. Yur. Ana endi hozir anaqa tushadi, bunga tegsanglar yomon o'lib qoladi. Oh my god. Bu yoqda narvon bo'ladi, shunday chiqasizlar-da. Bu yoqda unaqa bor. Mana shu
o'sha yoqda qo'riqlaydi. Hozir biz bo'ldi, har yoqdan bunday qochishimiz kerak. Qoch. Yoqani ochildi. Voy bolalar. Qazib qo'yibmiz. Nima qilamiz bolalar? Nima qilsak bo'ladi? Kelinglar bolalar, qaranglar, shunday qiyin narsani qilovlar denglarmi? Bolalar, yomon qiyin bo'libdi. Sizlar menga ishoninglar. Bo'ldi. Menga ishonib tursanglar, men sizlarga kuniga video chiqaraman. Sizlar nima video chiqarmay qo'ydi desanglar, men kasal bo'lib qoldim kecha. Shunga mazam bo'lmay yotdim. Shunga chiqara olmadim. Mana bugun mana video qilyapman. Yomon qiynalyapman bolalar, lekin qo'rqyapman. Voy, ay, o'lib qoldik bolalar. O'tib bo'lmaydi bu yoqdan bolalar, qaranglar. Hozir biz bu yoqda bosishimiz kerak. Ko'ryapsizlar. Bolalar shuncha joyga keldik, endi yutqazib qo'ymasak bo'lgani. Bolalar, bugungi videomiz tugadi. Xullas, men qolganiga tushunmay qoldim. Agar hozir tushunib olsam qilaman. Bilasizlar, meni o'zim shunaqami? O'ziyaqacha qanday qilib bo'ladi? Ha, tushundim. Bola, bo'pti. Xullas, men videoni tugatdim. Bo'pti. Bola, bu birinchi qismi, ertaga ikkinchi qismini chiqarib qo'yaman.